savdoni kuchaytiradigan, ser xaridor qiladigan, bozori chaqqon qiladigan bir ajib duo bor. Qani endi buni savdogarlar bilsa, qaysiki savdogar do'konini ochayotib yoki uyidan chiqib ketayotib aytsaki: Allohumma ya mufattihal abwab, iftah lana khayrul bab. Allohumma rzuqna rizqan halalan va rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rohimin anta khayrur roziqin desa. Ey eshiklarni ochuvchi Allohim, bizlarga xayr eshiklaringni ochgin va bizlarga haloldan rizqimizni keng qilgin. Ey mehribonliklarning mehriboni, albatta sen rizq berguvchilarni yaxshisan deb qalbidan o'tqizsa, duo qilsa, ishonsin bozori chiroyli bo'ladi, savdosi zo'r bo'ladi. Ayrimlarga o'xshab ari uyga tutatib yoki birinchi savdodagi pullarni olib tavariga urib yurgandan shu duoni bitta qalbidan o'tkazib qo'ysin.